Qonni ko'paytiramiz azizlarim. Menga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Buni albatta tayyorlab qo'ying. Uy sharoitida osongina, yengil uslubi. Qani ketdik. Uni uchun xohlagan mayizingizdan olasizda, mayizdan foydalanasiz. Xohlagan qanaqa mayiz bo'lsa farqi yo'q. Mayizni suvda yaxshilab qaynatamizda, qaynatgandan keyin xuddi ana shuncha qancha qaynatgan bo'lsak, xuddi shu miqdorda qaynamagan mayizlarni yaxshilab yuvib solib, buni ustidan solib aralashtiramizda. Undan keyin xohlasangiz navot, asal, shakar nima solib aralashtirsangiz, nimani yaxshi ko'rsangiz solib aralashtirasiz. Undan keyin 2 soatga damlab qo'ysangiz, qip-qizil chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Buni albatta iste'mol qiling, tayyorlang. Bu qoningizni ko'paytirishga juda ham tez yordam beradi. Azizlarim, hech kimni sog'ligi tark etmasin. Men mayiz haqida bilganlarim mana shular. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonatsiz.